Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saudiya Arabistoni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izlaridan, sahobalar izlaridan mavzusidagi safarimiz davom etyapti. Ajib bir nuqtalarga keldik. Badrdamiz. Badr ma'rakasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka ahlidan, Makka mushriklaridan o'zlarining ulushlarini olishlik maqsadida Abu Sufyonning karvonini to'sish maqsadida 314 sahobasi bilan Badr qishlog'iga, ya'ni Qizil dengiz bo'ylariga yaqin joyga 314 sahoba bilan keldi. Kelgan joylari mana shu yer. Biz hozir ayni o'sha Badr ma'rakasi bo'lgan joyda turibmiz. Bu yerda bo'lgan ba'zi narsalar qisqa aytib o'tamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu yerga kelganlarida bu yerda bir joyga joylashdilar. Joylashganlaridan keyin Rasulullohning huzurlariga tarixda juda ham kam marta zikr qilingan nomi eslatilgan sahobalardan biri Hubob roziyallohu anhu edi. Hubob roziyallohu anhu Rasulullohning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, mana bu yerda turishligimiz sizni o'zingizning ijtihodingizmi yoki Alloh taolo buni buyurdimi?" deganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "O'zimning ijtihodim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Hubob roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, bu biz turgan atrofda pastroqda quduqlar ko'p va bir katta quduq bor. Ana o'sha quduqni oldiga tushib olib va atrofdagi boshqa quduqlarning suvlarini ham shu quduqqa olib, quduq bizni ortimizda qoladigan bo'lsa, inshaalloh bizga zafar yor bo'ladi. Sababi kun issiq. Buni buyog'i agar o'sha ma'raka boshlanganda chanqoq albatta bosadi. Chanqoqni bosishlik uchun suv kerak bo'ladi va butun suvlarni biz egallab oladigan bo'lsak, Makka mushriklariga mushkula bo'ladi. Ularni yutkizishligi eng katta bir ko'rinish bo'ladi" deganda Rasululloh tanladi. Qoyil, albatta bu maslahat olindi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ma'raka boshlanishlaridan oldin Alloh taologa duo qilib, "Ya Robbiy, sen o'zing bizga yordamchi bo'lib turganlarda" orqalarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu turadi. "Ya Rasululloh, inshaalloh Alloh sizga g'alaba beradi. Sizni duolaringiz ijobat" deydi. Alloh akbar. Bu ma'rakada Rasulullohning duolari ijobat bo'lib, 314 ta sahobaning taqvolari sababli Alloh bir qancha farishtalarni Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhuning ko'rinishlarida tushiradi. Farishtalar tushganligiga dalil nima deydigan bo'lsa, jang maydonida qatl qilinganlarning ko'plarini tanalari, agar kallalari olingan bo'lsa kallalari, qo'llari bo'lsa qo'llari tiq tekkan joylar kuyib qolgan edi. Farishtalarning qurollari qizdirilgan qurollar edi. Urush ajib bo'ldi, ma'raka ajib bo'ldi. Bu to'g'risida ko'pchilik hammamiz xabarimiz bor. Bu yerdagi g'alaba nima hisobiga bo'ldi desa, musulmonlarda Alloh taologa taqvosi sababli. 314 ta kam sonli bo'lishlariga qaramasdan Alloh va rasuliga bo'lgan iymonlari musulmonlarga g'alaba kelishi sabab bo'ldi. O'zi aslida 314 ta edi. Mushriklar bo'lsa 1000 tadan oshiq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning orqasidan ergashgan sahobalar taqvo qildi, Rasulga ergashdi. Madinadan chiqqanlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiynalib qolarmikin sizlar deganida Sa'd roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, u gapni gapirmang. Siz bizga siz buyurgan narsaga itoat qiluvchilarimiz" deb labbayda javob qaytardilar. Sahobalarning imkoniyati shunday edi. Subhanalloh. Bu ma'rakada 14 yoki 15 ta atrofida musulmon sahoba ikromlar shahid bo'ldilar. Va 70 dan ortiq Makka mushriklari qatl qilindi. Ular ichida Abu Jahl bor edi. Ular ichida Hind bint Utbani akasi, otasi bor edi. Va 70 dan ortiq mushrik dafn qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha mushriklarni tepib o'zi bir chuqurga ko'mdi, tushirdi. Shunda ko'mib olganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi qabrdagilarni tepib ustidan tepib, "Ha, Allohning va'dasi haq ekanmi? Rasul haq ekanmi?" desa, Umar ibn Hattob roziyallohu anhu eshitib turardi. "Ya Rasululloh, o'liklar qayerdan eshitsin?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "O'liklar albatta eshitadi" dedilar. Bu voqealar hammasi mana shu makonda bo'lgan edi. Buning ichida sahoba ikromlar dafn qilingan. Alloh bulardan rozi bo'lsin. Inshaalloh biz ham sizlarning huzuringizga yaqinda kelib qo'shiluvchimiz. Qiyomat kunida misol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatorida sizlar ham shahidlar qatorida bo'lgan holatda bizga shafoatchilardan biri bo'lingiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.